Mamlakatimizda hududlarni kompleks rivojlantirish, zamonaviy infratuzilmani barpo etish hamda aholi turmush sifatini yanada yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil davom etmoqda. Bu borada So'x tumanida ham muhim loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Bugun So'x tumanida amalga oshirilayotgan eng yirik investitsiya loyihalaridan biri quvvati 15 megawatt bo'lgan So'x gidroelektr stansiyasi qurilishidir. 2026-2028 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan mazkur loyiha tumanning energetika salohiyatini mustahkamlash, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Loyiha doirasida qurilish ishlari davomida 800 nafar fuqaroning bandligi ta'minlanadi. Gidroelektr stansiyasi foydalanishga topshirilgach esa yana 17 ta doimiy ish o'rni yaratiladi. Inshoot ishiga tushirilgandan so'ng yiliga o'rtacha 48 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu esa So'x tumanining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining qariyb 70% ni qoplash imkonini beradi. Shuningdek, 20 mingdan ortiq xonadon barqaror elektr ta'minoti bilan qamrab olinadi. Ayni paytda qurilish maydonida tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Ushbu gidroelektr stansiyasi foydalanishga topshirilgach, nafaqat tuman energetika tizimini mustahkamlash, balki hududning iqtisodiy rivojlanishi, investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va yangi ish o'rinlari yaratishga ham munosib hissa qo'shishi kutilmoqda. So'xda amalga oshirilayotgan bunday yirik loyihalar mamlakatimizda inson qadri va aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarning amaliy ifodasi bo'lib xizmat qilmoqda.